Ayziyo dokladida mundaq dedi. 2001-yili 11-sentabr vaqasi yuz bergandan keyin Davlat bexatarlik ministrligi Uyg'ur avtonom rayonining davlat bexatarlik nazoratidan olgan ishonchlik uchurida Afg'onistondagi Sharq Turkiston islom harakati tashkilotining g'olliq a'zolari Afg'onistondan qochib Saudiya Arabistonga to'plandi degan uchur bilan 1998-yili Poskam Sayli yezisidagi soqchixonaga hujum qilib, soqchilarni o'ldirish delosiga chetishliq gumondorlarning hozir Makkada ekanligi to'g'risidagi axborotni topshirib oldi. Buning bilan Davlat bexatarlik ministrligi bilan Davlat jamoat xavfsizlik ministrligi birlikda bir guruh tashkillab Makkaga berish planini tuzdi. Meni yuqoridan Makkaga bu xizmatni bajarib kelishga belgiladi. Men buyruqqa binoan bir qism qisqa oyatlarni yodladim. Namoz o'qishni, islom dinining qoida usullarini o'rgandim. Hatto musulmon erkaklarga o'xshash bo'lish uchun Beijingdagi do'stlik doktorxonasida xatni qilindim. Shundoq qilib 2002-yili 2-oyda mamlakatlik islom dini jamiyatining muavir raisi, amaliyotda davlat bexatarlik ministrligining xodimi Abdurim bilan Urumchiga bordim. Bizni avtonom rayonlik jamoat xavfsizlik nazoratining noziri, Xinjiang siyosiy qonun komitetining sekretari, avtonom rayonning muavir raisi Jang Shumin alayda kutib oldi. Biz Urumchida biz bilan birlikda Makkaga xizmatga boradigan guruhi a'zolari bilan tunji qitim ko'rishdik. Ular jami 4 kishi bo'lib, hammasi Uyg'ur edi. Ular Urumchi shaharlik jamoat xavfsizlik idorasining muavin boshlig'i Qodir, avtonom rayonlik Jexi nazoratining soqchisi Ismoil, avtonom rayonlik davlat bexatarlik nazoratining xodimi Oysham va avtonom rayonlik tashqi ishlar muhojirlar ishxonasining arab tili tarjimoni Erkin qatorliqlar edi. Ayziyo safarga chiqishdan ilgirki xizmat taqsimoti to'g'risida to'xtalib mundoq dedi. Urumchidagi xizmat taqsimotimiz mundoq bo'ldi. Men guruhining barliq ishlariga mas'ul bo'ldim. Abdurim menga yordamchi bo'ldi. Qodir Makka bilan Madina, Riyod qatorliq shaharlardagi o'zining o'quvchi va tijoratchi quloqlaridan uchur to'plashga mas'ul bo'ldi. Oysham Saudiya Arabistonga yotliq qilingan bir qism Uyg'ur ayollardan, ya'ni o'zining quloqlaridan uchur egallashga belgilandi. Ismoil gumondorlar bilan suhbat o'tkazishga mas'ul bo'ldi. Erkin suhbat xotirasi yezishga va axborot to'plashga qo'yildi. Shundoq qilib biz Urumchidan Haj O'mak bilan birlikda Saudiya Arabistonning Jiddi shahriga yetib bordik. Ayziyo Madinada o'zining guruhisidagi bu kishilarning elib borgan faoliyati haqida to'xtalib mundoq dedi. Jiddidan Madinaga yetib berib, Haj O'miga oldin o'rlashtirib qo'ygan odatdagi yotoqqa tushdik. Yotoqda dam ilayotsam, Urumchi shaharlik Jexi idorasining muavin boshlig'i Qodir kashda o'zining Madinada turishliq koni quliqi XX ismli bir tijoratchining bizni ziyofatga taklif qilganligini aytdi. Oysham ziyofatga o'zining qatnasha olmaydiganligini, kashda o'zining Madinadagi o'ziga xizmat qilayotgan XX ayolning uyida uning bilan suhbatda bo'ladiganligini bildirdi. Ayziyo dokladida Madinadagi XX ismli quloqning mehmondorchilikdagi suhbatni tasvirlab mundoq dedi. Bizni yotoqqa XX ismli quloqning 2 odami Lincoln markalik 2 mashina bilan olg'ili keldi. Biz oldin tayyorlab qo'yilgan sovg'atlarimizni elib, to'rtimiz 2 mashinaga bo'linib o'ltirib, XX quloq o'rlashtirgan restoranga bordik. Mashina restoran oldiga yetib berish bilanla XX quloq mashinadan tushayotgan Qodirni quchoqlab ko'rishib ketdi. Restoran xo'rmizorlik ichiga selingan katta restoran bo'lib, dasturxonda to'q sutidan boshqa hamma narsa bor edi. Dasturxonda bizga hamdo'st bo'lib bir qancha Uyg'urmi birga o'ltirdi. Biz to'rtimiz bahuzur dasturxondagi taomlardan huzurlangandan keyin men ostag'ini qilib Qodirning putiga tepib qo'ydim. Bu deganlik o'zimizning gapimizga kelayli, ya'ni quloqning so'zini anglayli degan ma'no edi. Qodir qandoqdir bir nimalarni deb XX quloqning qulog'iga pichirlagandan keyin XX quloq bizni restoranning ayrim xonasiga boshlab kirdi. Biz to'rtimiz shuning bilan ayrim xonada XX quloqning Saudiya Arabistondagi, ya'ni Madinadagi Uyg'urlarning va bu yerda o'qiyotgan o'quvchilarning ahvoli to'g'risidagi bayonlarni anglashga boshladik. Bizning suhbatimiz kech soat 2 ga qadar davomlashdi. Biz XX quloq bilan xo'shlashib,
yatakqa qaytishga tamchilayotganda XX quloq o'zi yig'ib qo'ygan chet eldagi Uyg'ur tashkilotlariga oid tashviqot varaqchilari va kitob jurnallardan 2 sanduqni mashinaning orqasiga silib qo'ydi. Biz 2 sanduq materialni elib yatakqa qaytdik. Ayjiyo dokladida Makkada elib borgan maxfiy harakati to'g'risida to'xtalib mundoq dedi. Biz Makkaga borgandan keyin Qodirning Riyod, Jidda, Toyib va Makkadagi barliq quloqlari Makkaga yig'ilib Qodirni kutib turgan ekan. Biz ular bilan ayrim ko'rishib, suhbatlashdik. Her kunligi degidek ziyofat suhbatlar davomlashib turdi. Ayjiyoning doklati oxirlashish bilan tang Yaponiyalik bir apandim uningdan savol so'rab, "Nima uchun sizdak islom diniga e'tiqod qilmaydigan kishini Xitoy kommunistlari Uyg'ur jasuslarga mas'ul qilib, Makkada musulmonlarning muqaddas yeriga jasuslikqa avatidi?" deb savol so'radi. Ayjiyo kulib turib, Xitoy kommunistlari o'zlariga sodiq bo'lgan Uyg'ur jasuslarga ishonmaganlikdan yanala mendek Xitoylarni avatidi deb javob berdi. Oxirida ziyoratimizni qabul qilgan Makkadagi jurnalist Sirojiddin Azizi bu xildagi jasuslik harakatlari haqida to'xtalib mundoq dedi. Turayotgan insanlardan, Uyg'urlardan bo'lsin va boshqa jasusluk hareketlerini qiladiganlar ko'p bo'lishi mumkin, ammo o'zining shunday hukumat xizmat qiladigan saqchi ekanligini faxr bilan aytadigan nurg'un munofiqlar, xoinlar bor bu yerda yuradi. O'zi men falon yerda ishlayman, men piston yerda ishlayman, men davlat bexatarligida ishlayman, mushu men Tejingda ishlayman deydigan Uyg'ur munofiqlardan hech ko'p bo'lmish Makkada. Bu programmani Erkin Osiyo radiosi uchun Yaponiyadan Hoji Qutlug' Qodir tayyorladi.